Salom sizlar bilan men Soliho MC do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz Imperiya videomizning ikkinchi fasliga start beramiz va bu videoda hozir men sizlarga birinchi bo'lib ko'rsatgan narsam bu shaharimiz tungi atmosferada qanday chiroyli ko'rinishi. Ya'ni bu prostadagi joy bo'lsa ham shunchalik chiroyli ko'rinish beryapti. Hozir endi biz qiladigan ishimiz hozir netlarga qo'yamiz. Bu hozir kech bo'lganda bizga kamchiliklari shunda ochildi. Xo'p, qanaqa kamchilik desam, mana bu yerda bizda chiroq yo'qligi bu bizda bitta kamchilik. Lempaslik light yozamiz. Xo'sh. Hozir ko'chaga qaysidan qo'ysa bo'lardi? Shunday qo'yib qo'yamiz. Direkt mashina qo'yamiz. Xo'sh. Mana buni mashinaga bitta qo'ysak, mashinaga bitta qo'ysak, mashinaga bitta qo'yamiz. Bu yoqdan mashinaga qo'yamiz. Mashinaga qo'yamiz. Mashinaga. Endi hozir bitta kunni kechqurun qarab ko'ramiz buni. Normal, chotki. Hozir bu anaqa o'zbekcha osmono'par binolarimizni qurishimiz kerak edi. Lekin buning uchun bizda juda ham vaqt ko'p ketadi, chunki biz bitta emas, anchagina ko'p bunaqa binolardan qurishimiz kerak. Shuning uchun biz hozir bu videoda asosan faqat yerlarimizni tekislab olamiz. Keyingi qismda qurishimiz kerak bo'lgan narsalar uchun bu masalani ketdi bo'lib boshlaymiz tekislashni. Xo'sh. Mana ishchi set not qilsak, mana chotki chiqdi. Bitta bu yoqdan set not qilamiz. Hop. Mana taraflarimizni biz o'ramiz. Hop. Yana. Dan. Mana shuni oxiri mashtikicha. Set not qilamiz. Bu yoqdan ham chiqib turadi. Set 0. Bularni qo'lga buzorsa bo'ladi. Hozir men bu yerdan tekstlar chiqaman, keyin momentdan yo'l o'tkazishni boshlaymiz. O'sha mana shu shahar ichiga kirib o'rishga. O'z boshladik. Xo'sh, mana obunachilar, biz bunaqa hamma joy o'sha hozir tekstlar bordi. Bunaqa daraxtlar ham bor edi, ortiqcha o'shani ham yoqib tashladik. Hozir endi qiladigan ishimiz o'zimizda mana bu yo'limiz bor. Boshida videoni boshlarda oldingi qismida eng birinchi qismlarimizda qurgan mana bu joylarimizni, yo'llarimizni o'sha yoqqa ulashimiz kerak hozir. Mana shu yerdan bitta qayta mashqcha set qilib nur qo'ydik. Shuna qilib ulab chiqishimiz kerak. Bu narsa jamchilik ko'p vaqt talab qilmaydi. Просто так stol chiqamiz bu. Bo'ldi shuni o'zi. Xo'sh. Mana bu yerda sovuq ketdi. Bu tabiiy yo'l ekan, o'zi tabiiy suvcha. Mana endi sal qiladi ko'rinib qoldi, mayli. Bu endi keyingi qismda sekin nimalarni qurish boshlaganimizda to'g'rilab ketamiz. Hozirchalik javonchalik zo'r qilib shartmas piyolani. Chunki piyolaga hozir hech kim o'tmaydi. Hop. Hozir mana yo'limizni yana bittadan kattalashtirsak, mana shu yerdan turib. Xo'sh, mana mashqcha set stone qilamiz. Mana. Endi hop. Nima qilish kerak? Mana bu yerda hozir ochamiz. Qoch.
hozir bundoq turib yo'q ko'rsang bo'ladi. Bu tosh bizga xalaqit beradigan joy. Xo'p, mana. Mana shundan turib mana mashqcha set stone qilamiz yana. O mana cho'tki chiqdi. Endi shu yerdan boshlab to'g'riga qarab ketamiz. Bitta bo'tga berdik. Mana shundan katta bo'ldi bu o'sha. Hozircha mana 2 3 4 mashqcha set stone qilamiz deb. Va mana chiroyli zo'r yo'l chiqdi. Endi mana momentli kiribga urishga ham endi bunda chiroyliroq qilsam. Bitta bo'tgacha set stone. Mana bo'tgacha ham set stone. Yep. Xo'p. Endi mashqga bitta qo'yamizmi? Bitta bo'tgacha set stone tek. Mana bo'tgacha. Mana cho'tki. Bu ana zo'r chiqdi. Endi hozir biza bitta o'z boksini topshirdi. O'zimizga narsa qurishimiz kerak edi. Bitta katta zdaniya qurishimiz kerak edi. Shuni bitta fundamentini qilib ketamiz. Ya'ni bu zdaniya qanaqa bo'ladi? Xo'p, mana mashqdan boshlab taxminan mana shunday bo'ladi. Set stone. Set stone emas. Set wood planks qilamiz. Mana shunday bo'ladi. Endi buni qanaqa binoligini o'zingiz kommentariyada aniqlaylar va keyingi qismni kutinglar. Keyingi qismda mana shu hozir qo'ygan fundamentli binoyimizni qurishni boshlaymiz. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.